Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buvijonlar va bobojonlar. Bugun men pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim va shoshilinch masala haqida gapirmoqchiman. Bu ma'lumot pensiya olayotgan har bir inson, shuningdek ota-onasi yoki yaqin qarindoshi pensioner bo'lgan har bir oila uchun juda kerak. Chunki bitta kichik e'tiborsizlik pensiya to'lov kechikishiga, noto'g'ri hisob-kitobga yoki firibgarlar qo'liga tushib qolishga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying, chunki men sizga oddiy tilda aniq misollar bilan nimalarga e'tibor berish kerakligini tushuntirib beraman. Men ko'p yillik tajribamdan shuni ko'ryapmanki, pensionerlar orasida eng ko'p uchraydigan muammo bu ma'lumot yetishmasligi. Odamlar pensiya tayinlash, qayta hisoblash, plastik kartaga o'tkazish, bank orqali olish, yashash manzili o'zgarganda xabar berish, hujjatlarda xato bo'lsa tuzatish kabi masalalarda ko'pincha oxirgi daqiqagacha kutib yurishadi. Natijada pensiya vaqtida tushmay qoladi. To'lov to'xtab turadi yoki odam nima uchun kam pul tushganini tushunmay sarson bo'ladi. Avval qanday edi? Avvallari ko'plab jarayonlar ko'proq qog'oz hujjatlarga, mahalla yoki tuman bo'limlariga borib kelishga, navbat kutishga bog'liq edi. Pensioner biror ma'lumotni bilish uchun ko'pincha pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borardi. Kimdir mehnat daftarchasidagi yozuvni tekshirtirardi. Kimdir ish staji hisobga olinganmi deb so'rardi. Kimdir bank kartasi almashtirilgani uchun pensiyasi nega tushmayotganini bila olmasdi. Ya'ni har bir masala bo'yicha odamning o'zi yugurishi kerak bo'lardi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Ma'lumotlar bank, soliq bandlik, FHD-YO, migratsiya, mahalla va boshqa bazalar bilan solishtirilishi mumkin. Bu bir tomondan juda qulay. Ortiqcha qog'oz kamayadi. Ayrim ma'lumotlar avtomatik aniqlanadi. Pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash tezlashadi. Lekin ikkinchi tomondan, agar sizning ma'lumotingizda xato bo'lsa, masalan, pasport raqami noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, bank kartangiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, familiyangiz hujjatlarda har xil yozilgan bo'lsa, tizimda muammo chiqishi mumkin. Mana shuning uchun bugungi xabar shoshilinch. Har bir pensioner o'z ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshirishi kerak. Birinchi navbatda pensiya bu faqat har oy tushadigan pul emas. Pensiya to'g'ri tayinlanishi uchun sizning ish stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz, imtiyozlaringiz, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir huquqingiz va boshqa asoslar to'g'ri hisobga olinishi kerak. Agar shu ma'lumotlardan bittasi noto'g'ri bo'lsa, pensiya miqdori ham noto'g'ri chiqishi mumkin. Masalan, bir odam o'tib yil ishlagan, lekin tizimda 25 yil staj ko'rgan bo'lishi mumkin. Nega? Chunki eski tashkilot yopilib ketgan. Arxiv hujjati vaqtida kiritilmagan, mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmay qolgan yoki familiya eski hujjatda boshqacha yozilgan. Bunday holatda odam har oy kamroq pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Faraz qilaylik, qo'shimcha 5 yil staj hisobga kirsa, pensiya oyga taqvimi 1000, 1,7 yoki undan ham ko'proq farq qilishi mumkin. Bu bir oyda unchalik katta ko'rinmasligi mumkin, lekin bir yilda 20 million so'mdan ortiq farq bo'ladi. Pensioner uchun bu dori darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat degani. Ikkinchi masala, bank kartalari. Hozir ko'pchilik pensiyani plastik karta orqali oladi. Bu qulay. Lekin karta muddat tugasa, karta bloklansa, bank hisob raqami o'zgarsa yoki yangi karta ochilib, ma'lumot pensiya jamg'armasi tizimi o'z vaqtida bog'lanmasa, pul tushishi kechikishi mumkin. Ba'zan pensioner o'ylaydi, pensiyamni bermay qo'yishdi. Aslida esa pul ajratilgan bo'ladi. Lekin bank rekvizitida muammo bo'ladi. Shuning uchun kartangiz muddati qachon tugashini tekshiring. Agar kartangiz almashtirilgan bo'lsa, bankdan yangi hisob raqami va karta ma'lumotlari to'g'ri ishlayotganini aniqlang. Uchinchi masala, shaxsiy ma'lumotlar. Pasport yoki ID karta almashtirilgan bo'lsa, telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, yashash joyingiz boshqa tuman yoki viloyatga ko'chgan bo'lsa, bu haqida tegishli tartibda xabar berish muhim. Ayrim pensionerlar, men pensiyani olyapman-ku, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin keyinchalik tekshiruv yoki qayta tasdiqlash paytida eski ma'lumot sabab to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Men birinchi navbatda pensiyasi yaqinda tayinlangan fuqarolarga murojaat qilaman. Agar siz oxirgi 1 yil ichida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, tayinlangan miqdorni albatta tekshirtiring. Chunki yangi pensiya tayinlashda ayrim hujjatlar keyinroq topilishi
yoki qo'shimcha staj tasdiqlanishi mumkin. Masalan, ayol kishi 2000 yil maktabda ishlagan, keyin 5 yil bolaga qaragan, keyin yana boshqa tashkilotda ishlagan bo'lishi mumkin. Bu davrlarning qaysi biri qanday hisoblanganini bilmasangiz, faqat pul tushyapti deb yurish to'g'ri emas. Ikkinchi guruh mehnat daftarchasida eski yozuvlar bor odamlar. Ayniqsa Sovet davri yoki 1990 yillar, 2000 yillar boshidagi ish joylari bo'yicha hujjatlar ba'zan arxivlarda bo'ladi. Tashkilot nomi o'zgargan, yopilgan yoki boshqa tashkilotga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Agar siz zavod, kolxoz, shirkat qurilish tashkiloti, tibbiyot muassasasi yoki ta'lim tizimida uzoq ishlagan bo'lsangiz, arxiv ma'lumotlari to'liq kiritilmaganini tekshirish kerak. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar. Bu toifadagi to'lovlarda tibbiy xulosa, nogironlik muddati, oila tarkibi, farzandning o'qishi, yosh chegarasi kabi omillar muhim. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, tegishli ma'lumot vaqtida tasdiqlanishi kerak. Aks holda to'lov vaqtincha to'xtashi yoki keyin hujjat olib kelish talab qilinishi mumkin. To'rtinchi guruh chet elga chiqib ketgan yoki uzoq muddat boshqa hududda yashayotgan pensionerlar. Agar odam vaqtincha farzandlarnikida yashayotgan bo'lsa yoki boshqa viloyatga ko'chib ketgan bo'lsa, hujjatdagi manzil va real yashash holati o'rtasida tafovut paydo bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda to'lovlarni olish tartibi: bank orqali yechib olish, ishonchnoma berish yoki shaxsan murojaat qilish masalalarini oldindan aniqlashtirish kerak. Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz yangi bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, pensiya miqdori bo'yicha savolingiz bo'lmasa, albatta vahima qilish shart emas. Lekin bu tekshirmaslik kerak degani emas. Men doim aytaman. Muammo chiqqandan keyin yugurgandan ko'ra, oldindan 20 daqiqa vaqt ajratib ma'lumotni tekshirtirgan yaxshi. Masalan, bir pensioner har oy pensiyasini vaqtida oladi. U o'ylaydi, hammasi yaxshi. Lekin kartasining muddati keyingi oy tugaydi. Agar u buni bilmasa, keyingi oy bank operatsiyasi cheklanishi mumkin. Yoki boshqa pensioner pasportini ID kartaga almashtirgan, lekin ayrim joylarda eski pasport ma'lumotlari turibdi. Bugun muammo yo'q, lekin ertaga ma'lumot solishtirilganda savol tug'ilishi mumkin. Demak, xavotir emas, tartibli nazorat kerak. Birinchi misol: Toshkent viloyatida yashaydigan 37 yoshli otaxon 30 yil ishlagan. U har oy pensiya oladi, lekin qo'shnisi undan ko'proq olayotganini eshitib, nega mening pensiyam kam deb qiziqadi. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, uning 1993 yildan 1998 yilgacha ishlagan davri to'liq hisobga kirmagan. Chunki tashkilot yopilgan va arxiv ma'lumoti so'ralmagan. Otaxon arxidan ma'lumotnoma olib keladi. Natijada pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin bo'ladi. Bu yerda xulosa shuki, staj hujjati to'liq bo'lmasa, pensioner yillar davomida kamroq pul olib yurishi mumkin. Ikkinchi misol: 54 yoshli onaxon pensiyani bank kartasiga oladi. Kartaning muddati tugagan, bank yangi karta bergan. Lekin onaxon karta o'zgardi. Pensiya o'zi tushaveradi deb o'ylagan. Keyingi oy pensiya ko'rinmaydi. U mahallaga boradi, bankka boradi, pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Aslida muammo oddiy. Yangi karta va hisob ma'lumotlari to'g'ri bog'lanishi kerak bo'lgan. Agar onaxon kartani almashtirgan, kuniyoq bankdan va tegishli mas'ullardan aniqlashtirganda kechikish bo'lmasdi. Uchinchi misol: boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oila bor. Farzand kollej yoki oliy ta'limda o'qiydi. O'qish davom etayotganini tasdiqlovchi ma'lumot kechiktirilsa, tizimda huquq tugadi degan holat paydo bo'lishi mumkin. Keyin oila hujjat to'plab qayta murojaat qiladi. To'lov tiklanishi mumkin, lekin vaqt ketadi, asab ketadi. Shuning uchun o'qish, nogironlik muddati, oila tarkibi kabi o'zgaruvchan ma'lumotlar alohida nazoratda bo'lishi kerak. To'rtinchi misol: bir pensioner farzandnikiga boshqa viloyatga ketgan. U pensiyasini kartadan olib turadi, lekin rasmiy yashash manzili boshqa joyda qolgan. Keyin hujjat bo'yicha xabar yuboriladi yoki ma'lumot so'raladi. Pensioner esa bundan bexabar qoladi. Natijada masala cho'ziladi. Bunday vaziyatda qarindoshlar pensionerning hujjatlari, telefon raqami, bank kartasi, murojaat qilish imkoniyatini nazorat qilib turishi kerak. Eng muhim nozik jihat shuki, har bir pensionerning holati alohida ko'riladi. Qo'shningizning pensiyasi oshgani sizniki ham xuddi shunday oshadi degani emas. Bir odamning staji ko'p,
lekin ish haqi bazasi past bo'lgan bo'lishi mumkin. Boshqa odamning staji kamroq, lekin hisobga olinadigan ish haqi yuqoriroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bir odam imtiyozli sharoitda ishlagan bo'lishi mumkin. Shu sababli falonchi shuncha olyapti, men ham shuncha olishim kerak degan yondashuv har doim ham to'g'ri emas. To'g'ri savol bunday bo'lishi kerak. Mening barcha hujjatlarim hisob olinganmi va hisob-kitob qonuniy tartibda qilinganmi? Ikkinchi nozik jihat, og'zaki gaplarga ishonmaslik. Hozir telefon orqali pensiya jamg'armasidamiz. Kartangizni tasdiqlang, pensiyangiz o'shish uchun kod ayting, sizga qo'shimcha pul tushadi. SMS kodni yuboring degan firibgarliklar ko'paygan. Men buni juda qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod bermang. Karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini aytmang. Plastik karta parolini, mobil ilova kodini. Pasport nusxasini begona odamlarga yubormang. Haqiqiy tashkilot xodimi sizdan bank kartangiz parolini yoki SMS kodini so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. Uchinchi nozik jihat ishonchnoma masalasi. Ba'zi pensionerlar o'zi bora olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi orqali ish yuritadi. Bunday holatda hujjat qonuniy rasmiylashtirilishi kerak. Oddiy mening o'g'lim boradi degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar bankdan pul olish, hujjat topshirish, ma'lumot olish yoki ariza yozish kerak bo'lsa, ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Shuning uchun oldindan notarial tartib, bank talabi va pensiya jamg'armasi bo'limi talablarini aniqlang. 4-nozik jihat ortiqcha to'lov va qaytarish masalasi. Ba'zan odamga biror sabab bilan ortiqcha pul to'langan bo'lishi mumkin. Masalan, huquq tugagan, lekin ma'lumot kech kelgan, nogironlik muddati o'tgan, lekin yangilanish vaqti tasdiqlanmagan, farzand o'qishni to'xtatgan, lekin pensiya davom etgan. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensioner yoki uning yaqinlari o'zgarishlarni yashirmasligi, aksincha vaqtida xabar berishi kerak. Bu keyinchalik qarzdorlik chiqishining oldini oladi. 5-nozik jihat. Pensiya oshishi haqida tarqaladigan xabarlar. Internetda ertadan hamma pensionerga falon miqdorda pul beriladi. Ariza yozganlarga qo'shimcha to'lov bor. Ro'yxatdan o'tmaganlar pensiyasi qoladi degan xabarlar tarqaladi. Bunday xabarlarga darrov ishonmang. Rasmiy manbalarni tekshiring. Pensiya jamg'armasining rasmiy axborot kanallari, davlat xizmatlari portali, bank xabarlari yoki tuman bo'limi orqali aniqlang. Har bir ovozli xabar yoki Telegramdagi noma'lum post haqiqat bo'lavermaydi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam hujjatlaringizni yig'ib chiqing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik hujjatlari, o'qish ma'lumotnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, ishonchnoma bo'lsa, shularni bir joyga qo'ying. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, muammo chiqqanda vaqt yo'qotasiz. Ikkinchi qadam, pensiya miqdorini tekshiring. Siz qancha pensiya olayotganingizni, qachondan beri shu miqdorda olayotganingizni, oxirgi oshish qachon bo'lganini yozib qo'ying. Agar bank ilovasidan foydalansangiz, tushumlar tarixini ko'ring. Agar ilovadan foydalana olmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang yoki bankdan ma'lumot oling. Maqsad shuki, siz o'z pulingiz bo'yicha aniq raqamlarga ega bo'lishingiz kerak. 3-qadam, kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati, bank hisobining faol ekanini, karta bloklanmaganini, telefon raqam kartaga bog'lanmaganini aniqlang. Agar karta muddati yaqin orada tugasa, bank oldindan boring. Pensiya tushadigan kartani almashtirganda, pensiya to'lovi yangi kartaga muammosiz tushadimi? deb albatta so'rang. 4-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli xizmatlarga murojaat qiling. Ariza yozayotganda umumiy gap yozmang. Masalan, pensiyamni tekshirib bering degandan ko'ra aniqroq yozing. Mening pensiyam tayinlanishda ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar ma'lum bir davr bo'yicha savol bo'lsa, yillarni yozing. 1994 yildan 2001 yilgacha falon tashkilotda ishlagan davrim hisobga olinganini tekshirishni so'rayman. Shunda murojaatingiz aniq bo'ladi. 5-qadam, arxiv masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, hujjatlar qayerda saqlanayotganini aniqlash kerak. Ba'zan tuman arxivi, viloyat arxivi yoki tashkilotning huquqiy vorisi orqali ma'lumot olinadi. Bu jarayon vaqt oladi, lekin pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin.
Ayniqsa uzoq yillar ishlagan bo'lsangiz, bu masalani oxirigacha tekshiring. 6-qadam telefon firibgarlaridan ehtiyot bo'ling. Men yana takrorlayman. SMS kodni hech kimga aytmang. Pensiyangiz oshadi, kodni ayting desa ham aytmang. Kartangiz bloklanadi desa ham aytmang. Davlatdan yordam puli bor, havolaga kiring desa ham ehtiyot bo'ling. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga yoki pensiya jamg'armasining rasmiy aloqa manbasiga murojaat qiling. 7-qadam farzandlar va nabiralar yordam berishi kerak. Ko'p pensionerlar telefon ilovasi, SMS, bank kartasi, onlayn murojaat kabi narsalarni yaxshi tushunmasligi mumkin. Bu ularning aybi emas. Zamon o'zgardi, tizimlar raqamlashtirildi. Shuning uchun farzandlar ota-onasining pensiya masalasida mas'uliyatli bo'lishi kerak. Oyiga bir marta kartani, tushumli hujjat muddatlarini, telefon xabarlarini tekshirib qo'yish katta yordam beradi. 8-qadam. Har bir murojaatni yozma iz bilan qoldiring. Agar siz ariza topshirsangiz, qabul qilingan sana kirim raqami yoki murojaat raqamini saqlang. Agar bankka borsangiz, nima deyilganini yozib qo'ying. Agar hujjat topshirsangiz, nusxasini o'zingizda qoldiring. Keyin men bergandim deb og'zaki isbotlash qiyin bo'ladi. Tartib bilan ish qilsangiz, huquqingizni himoya qilish osonlashadi. Men pensionerlarga alohida daftar tutishni maslahat beraman. Bu daftar oddiy bo'lishi mumkin, lekin ichida muhim ma'lumotlar yozilgan bo'lsin. Pensiya tushadigan bank nomi, karta muddati, pensiya miqdori, pensiya jamg'armasi bo'limi manzili, murojaat qilingan sanalar, topshirilgan hujjatlar ro'yxati, arxivga berilgan so'rovlar, tibbiy ko'rik muddatlari, agar nogironlik bo'lsa, qayta ko'rgi sanasi, agar o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, farzandning o'qish muddati yozib borilsin. Bu oddiy daftar ba'zan juda katta muammoning oldini oladi. Agar siz yaqin qarindoshingizga qarashayotgan bo'lsangiz, uning roziligi va qonuniy tartib asosida hujjatlarni tartiblang. Ko'p oilalarda shunday bo'ladi. Otaxon yoki onaxon hujjatlarni qayerga qo'yganini unutadi. Karta pin kodini qog'ozga yozib qo'yadi. Begona odamga ishonib qoladi. Bunday holat xavfli. Hujjatlarni tartib bilan saqlang. Lekin karta paroli va bank ilovasi kodlarini begona joyga yozib qo'ymang. Agar odatdagidan kam pul tutsa, darrov vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Avval bank tushumini tekshiring. Haqiqatan kam tushganmi yoki bir qismi avvalroq tushganmi? Keyin qarzdorlik, ushlab qolish, bank komissiyasi yoki boshqa texnik sabab bor yo'qligini aniqlang. So'ng pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, hisob-kitob bo'yicha yozma tushuntirish so'rang. Nega kam degan savolga og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Siz o'z pensiyangiz qanday hisoblanganini bilishga haqlisiz. Agar pensiya umuman tushmasa, avval bank kartasi ishlayotganini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, hisob faolmi? Keyin to'lov sanasini aniqlang. Ba'zan dam olish kuni, bayram kuni yoki bank texnik jarayonlari sabab bir oz kechikish bo'lishi mumkin. Lekin kechikish davom etsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Pasport yoki ID karta, bank ma'lumoti va pensiya hujjatlarini olib boring. Agar sizga hujjat yetishmayapti deyishsa, qaysi hujjat, qaysi davr uchun, qayerdan olinishi kerakligini aniq yozdirib oling. Arxivdan ma'lumot olib keling deyishsa, qaysi arxiv, qaysi tashkilot, qaysi yillar bo'yicha ekanini aniqlashtiring. Chunki noto'g'ri joyga borib bir necha hafta vaqt yo'qotish mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi shoshilinch xabarning mohiyati shundan iborat. Pensiya masalasida befarq bo'lmang. Pensiya har oy tushayotgani hamma narsa to'liq va to'g'ri degani emas. Hujjatlaringiz, ish stajingiz, bank kartangiz, shaxsiy ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz va murojaatlaringiz tartibda bo'lishi kerak. Ayniqsa karta muddati tugaganlar, pasport yoki ID kartasini almashtirganlar, boshqa hududga ko'chganlar, eski ish staji bo'yicha hujjati borlar. Nogironlik yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar albatta tekshiruv qilishi kerak. Men ekspert sifatida sizga eng muhim maslahatni beraman. Hech kimga SMS kod bermang, noma'lum havolalarga kirmang. Pensiya oshishi haqidagi mish-mishlarga ishonmang. Har bir ma'lumotni rasmiy manbadan tekshiring. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga boring, bankka murojaat qiling, hujjatlaringizni tartibga soling. Ariza yozing va javobni yozma shaklida oling. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizda pensiya tushishi, qayta hisoblash, karta almashtirish yoki hujjat masalasida muammo bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga ham yordam beradi.
videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu xabarni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan ogohlantirish bir pensionerning puli. Vaqti va asabini saqlab qolishi mumkin.